This is Radio Free Asia from Washington, D.C. The following program is in Uyghur. Erkin Asya Radyosu. Erkin Asya Radyosu. Hürmetli radio dinləyicilər, anlab atqınlar Amerikanın paytaxtı Washingtondan təqdim Erkin Asya Radyosu'nun Uyghur canlıtışı. Bugün 4 fevral Seyşembe günlük danışımızın riyasətçiligində mən İradə sizlər üçün xidmətdə. Növətdə dehqonlarga Uyğurlar və bugünkü dünya vəziyyətiga münasibətlik qısqa xəbərlərni sunumuz. Bugünkü qısqa xəbərlərimizni öz müxbirimiz Erkin tayyorlagan. Amerikanın Trump hökuməti Kanada bilan Meksikaga yürgizgan 25% tamojni bejini icra qilishni vaqtida to'xtatish bilan bir vaqtda Xitoyga fentanil sababidan yürgizgan 10% tamojni bejini 4 fevraldan boshlab rasmiy ijro qilishga boshlagan. Amerika hökuməti Xitoyning Meksikadagi zərlik çəkilmə guruhlarining fentanil ishlab chiqarishini xuruj bilan ta'minlaydigan asosli manba ekanligini bayqagan. Prezident Trump 20 yanvar vazifəyə o'tirib arqadınla Meksika bilan Kanadaga 25%, Xitoy mahsulotlarga 10% boj qo'ydiganligini e'lon qilgan. Prezident Trump maqsadining bu orqali Xitoyning fentanilning Amerikaga kirishini cheklash uchun harakat qo'llanishi haqida besim qilish kerakligini aytgan edi. Trump Xitoyning bizga fentanil yo'llashini to'xtatishni umid qilaman. Agar ular to'xtatmasa, tamojni beji ko'rinarli miqdorda ortadi degan. Lekin Xitoy Prezident Trumpning tamojni beji qarori 4 fevral ijro qilinishga boshlagan aman Amerika mahsulotlariga qarata o'chilish xarakterlik tamojni beji qo'ydiganligini e'lon qilgan. CNNning xabar qilishicha, Xitoy Moliya ministrligi Amerikaning ko'mir va suyuqlantirilgan tabiiy gaz mahsulotlariga 15%, xam neft, dehqonchilik mashinalari, cho'ng tipli avtomobil va yuk tashish mashinalariga 10% boj qo'ydiganligi, buning 10 fevraldan boshlab ijro qilinadiganligini bildirgan. Shuning bilan bir vaqt Xitoy Savdo ministrligi va tamojni idorasi 4 fevraldan boshlab Amerikaga 20 xil metal mahsuloti va munosabatlik texnologiya eksport cheklamasi qo'ydiganligini jaqalagan. Ma'lum bo'lishicha, eksport cheklamasi sanoat va davlat mudofaa uchun halqiliq bo'lgan wolfram, shundaqli quyosh energiyasi batareyasiga ishlatadigan tele qatorliq moddalarni o'z ichiga oladi ekan. Amerika 4 fevral Xitoy mallariga 10% boj qo'yishni rasmiy ijro qilish arpasida, ya'ni 3 fevral Oqsaroyning bayonotchisi Caroline Levitt Trumpning oldimizdagi kunlarda Xitoy rahbari Xi Jinping bilan telefonda so'zlashadiganligini aytgan. Reuters'ning bildirishicha, vaziyatdan xabardor arboblar Xitoy hukumatining Trump bilan tamojni bejini kechiktirish yoki to'xtatish to'g'riliq bir kelishim hosil qilishning yo'lini qilayotganligini aytgan. Amerika Avam palatasining ishki Cumhuriyetçi rəhbəri Taylandning Washingtonda turishliq baş elchisiga maktub yozib, Tayland hukumatining 48 nafar Uyg'ur musofirga munosabatli qarorlarini qayta o'ylashi va ularning bexatarligini qo'g'dishini talab qilgan. Amerika Avam palatasi Tashqi ishlar komitetining raisi Brian Mast bilan Sharqiy Osiyo va Tinch okean tarmoq komiteti raisi Yong Kim 31 yanvar kuni Tayland bosh elchisi Suriya Chin Daungsiga yozgan maktubida Uyg'ur musofirlarining Xitoyga darhol qaytarib berilish xavfidan qattiq andisha qiladiganligi, agar ular Xitoyga qaytarib berilsa, jazolanish, qiyin qistoq, hatto o'limga mahkum bo'lish xavfiga duch keladiganligini bildirgan. Maktubda ogohlantirilishicha, Xitoyning Xinjiangdagi atalmish qayta tarbiyalash lagerlariga kishilarni xohlagancha qamash, keng ko'lamli ta'qib qilish, majburiy emgak, majburiy tug'mas qilish, Uyg'ur madaniyat marosimlariga buzg'unchilik qilish qatorliq bostirish siyosati nurg'un kishilarning erkin yashashini mumkinsiz holga keltirib qo'ygan. Brian Mast bilan Yong Kimning maktubi Tayland hukumati Uyg'ur musofirlarini Xitoyga qaytarish plani yo'qligini ilgari sursimi, lekin kishilik huquq tashkilotlarining bu vaqtga andishasi davom qilayotgan bir paytda yo'llangan.
Tayland Dövlət Müdafiə Ministri Fontam Vichayachcha o'tgan hafta andishi qilmaslikni Tayland hukumatining xalqaro qonunlar va kishilik huquq nizomiga rioya qilib, musofirlarni xatarlik davlatga qaytarmaslik prinsipiga amal qiladiganligini aytgan. Ammo Tayland bosh ministri Pitongtarin Shinadvaraning 5 fevral Xitoyda ziyorati bo'lib, Tayland-Xitoy diplomatik munosabat o'rnatganligining 50 yilligini xotirlash jarayonida Xitoyning Uyg'ur musofirlarini qaytarib berish bisimiga tez pukushidan andisha qilinmoqda. Amerika Davlat Majlis a'zolari Brian Mast bilan Yong Kim navbatda Uyg'ur musofirlarining qonuniy aniqsizlik ichiga tushirib qo'yilganligi, ularga tutgan muomalaning xalqaro o'lchamlarga xilof bo'lib qolmay, Tayland uzundan beri aktiv amal qilib kelgan insonparvarlik prinsiplariga xilof ekanligi, shuningdek ularni Xitoyga qaytarishning Amerika ijro qilib kelayotgan Uyg'ur majburiy emgakining oldini olish qonuniga xilof ekanligini bildirgan. Məktubun axırda mundaq deyilgan. Biz Tayland hökumətinin 48 nəfər Uyğurunu qaytarışını toxtutub, ularni bexatar həm izzət hörməti bilan yaşaydigan 3-cü dövlətə oralışığa kafalatlı qilishini talab qilamiz. Şübhəsizki bu Amerika Tayland münasibətini küçəytidi. Xitoy Savdo Ministerligi 4 fevral kuni Xinjiang paxtasi ishlatishni nazarga ilib kelgan Amerikaning dağınlıq kiyim-kechak markasi Calvin Klein'ning bosh shirkati bo'lgan PVH bilan Amerikaning Illumina biotexnik shirkatini ishonchsiz shirkatlar tizimligiga kirgizganligini e'lon qilgan. Reuters agentligining bildirishicha, Prezident Trumpning barliq Xitoy mollariga 10% boj qo'yish qarori rasmiy ijro qilinishga boshlagan paytda Xitoyning yuqorqi ikki Amerika shirkatini ishonchsiz deb e'lon qilishi Xitoy doiralarining Trump bilan so'zlashib, umumyuzlik savdo urushi yuz berishining oldini olishga urinishini ifodalamoqda ekan. Xitoy Savdo Ministerligi o'tgan yili PVHning Xinjiang paxta mahsulotlarini kamsitishiga qarata bu shirkatning ikki dangliq markasi bo'lgan Calvin Klein bilan Tommy Hilfiger ustidan tekshirish olib borganligini e'lon qilgan edi. Buning oldida PVHning o'z mol ta'minlovchilarini Uyg'ur majburiy emgaki sababli Xinjiang paxtasi ishlatmaslik haqida ogohlantirganligi ma'lum bo'lgan. Şunun bilan bir vaqt Amerika Davlat Majlisi o'tgan yili davlat bexatarligi andishalari sababidan qonun chiqarib, Xitoyning BGI nomli dangliq gen tadqiqot shirkatini cheklagan. BGIning oz deganda ikki tarmoq shirkati Uyg'urlarning DNA tadqiqoti bilan shug'ullanib, Xitoy hukumatining bostirishiga yordam berish sababli Amerikaning qora tizimligiga kirgizilgan edi. Xitoy Savdo Ministerligining Illumina shirkatini ishonchsiz deb e'lon qilishi Amerikaning tamojni beji jazosi va BGIni cheklashiga qaytargan inkos deb qaralmoqda. Xinhua agentligining xabar qilishicha, Xitoy Savdo Ministerligining qarorida yuqorqi ikki shirkat bozorning normal savdo prinsiplariga xiloflik qilish, Xitoy shirkatlari bilan bo'lgan normal savdoni bekor qilish, Xitoy shirkatlariga qarshi kamsitish xarakterlik tadbirlarni yurgizib, bu shirkatlarning qonunliq huquqiy ham manfaatiga ziyon selish bilan ayblangan. Lekin Yahoo moliya xabarlarining bildirishicha, PVH Investopegiyaga bergan bayonotida PVH aloqador barliq qonun nizomlariga qattiq rioya qiladi hamda mavjud sanoat o'lchami va amaliyoti bo'yicha mashg'ulot qiladi deb ko'rsatgan. Amerika prezidenti Donald Trump 3 fevral kuni ma'muriy buyruqqa imzo qo'yib, kelar yilgacha Amerikaning eglik payligi fondi qurishini tasdiqlagan. Trumpning eglik payligi fondi qurish qarori Xitoyning chet ellarga qaratgan ijtimoiy taratquv supsi TikTokni setebilishning yo'shirin tayyorligimi degan farazlarni paydo qilmoqda. Amerika davlat bexatarligi andishasi sababidan sobiq prezident Jo Baydenning davrida qonun chiqarib, TikTokni bu yil 19 yanvar kunigacha setishni, agar sotmasa uning Amerikadagi mashg'ulotini cheklashni qaror qilgan. Lekin prezident Trump vazifaga o'tirgandan keyin bu qonunni ijro qilishni 75 kun kechiktirgan edi. Eglik payligi fondi nurg'un davlatlarda bo'libmi, O'rta Sharq va Xitoyga o'xshash Osiyo davlatlarida mavjud bo'lgan hukumatning kontrolidagi mablag' fondi bo'lib, bu tunji qitim Amerikaning shu xildagi eglik payligi fondi qurish bo'lib hisoblandi ekan. Prezident Trumpning ma'muriy buyrug'ida Amerika Moliya ministrligi va Savdo ministrligining 90 kun ichida fondining mexanizmi, mablag' silish strategiyasi, uning qurilmasi va boshqarish shaklini o'z ichiga olgan qurilish planini yo'llashi talab qilingan. Prezident Trump muxbirlarga, meningcha bu davlatlik eglik payligi fondining barliq kelishi faqat vaqt masalasiga bog'liq bo'lib qolgan. Biz bu fond uchun nurg'un boylik to'playmiz degan.
Reuters'ның bildirishicha, hukumat amaldorlari bu fondning qandaq mashg'ulot olib bordiganligi, uning mablag'ining qandaq ta'minlanganligini aytmagan bo'lsa-mu, Prezident Trump ilgari uning mablag'ining tamojna beji va boshqa ahli narsalardan ta'minlanishi mumkinligini aytgan. Reuters agentligining xabarida yana Prezident Trumpning TikTokni eglik bayligi fondining setilishi mumkinligini ilgari surganligi qayd qilinmoqda. Prezident Trump, biz bir ishlarni qilamiz. TikTok'a qarata to'g'ri kelishim hosil qila olsak qilamiz, bo'lmasa qilmaymiz. Balkim biz uni eglik bayligi fondiga elishimiz mumkin degan. Lekin Reuters'ning xabarida ko'rsatilishicha, eglik bayligi fondining qurilishi uchun Amerika Davlat Majlisining tasdig'ini olish talab qilinishi mumkin ekan. 3 fevral günü Amerika Devlet Meclisi'deki içiliş murasimi bilen başlanıp 4 fevral günü davamlaşkan Amerika'nın Xalqara Dini Erkinlik Alaydı Yumulaq Üstəli yığınında her qaysı devletler Tayland'daki Uyghur misafirlerine köngül bilishki çakırılgan. Amerika Uyghur Birleşmesi'nin bildirişçe yığında doklat bergen jurnalist ve tədqiqatçı Neyrullah Alima 11 yıldan artık vakitten beri Tayland'ı tutup durulvatkan Uyghur misafirlerinin meselesini kön tertip koyup BDT'ni ularga musafirlik salohiyati berishga chaqirgan. Neyrullah Alima yana har qaysi davlatlarni konkret harakatga kelib, Uyg'ur musafirlarini tez orada bexatar joyga o'rinlashtirishga chaqirgan. Neyrullah Alimaning o'tgan yili amerikalik jurnalist Ben Mauk bilan birlashib, New York vaqti gazetida e'lon qilingan Uyg'urlarning Tailand orqali chet elga qochish temasidagi Xitoydan jasurlik bilan qochib qutulish, avorchilikning boshlanishi mavzuliq tekshirish doklati zo'r ta'sir qo'zg'agan edi. Ma'lum bo'lishicha, bu navbatdagi xalqaro diniy erkinlik Yumulaq Üstəli alohida yig'iniga Uyg'urlardan yana Amerika Uyg'ur Birlashmasining raisi Alfidar Eltabir, Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas qatorliq faoliyatchilar qatnashmoqda ekan. Diniy zotlar, siyosiyonlar, hukumat amaldorlari, jurnalistlar, tadqiqotchi va faoliyatchilar qatnashgan bu navbatdagi yig'inda dunyo miqyosida diniy erkinlikni qo'llash to'g'riliq intayin muhim muzokaralarning elib berilganligi qayd qilinmoqda. Amerika Uyg'ur Birlashmasining bildirishicha, yig'inda Uyg'ur faoliyatchilar navbatda Uyg'ur musulmonlarga qarata davomlashayotgan irqiy qirg'inchilik, bostirish, millionlagan kishining majburiy emgakka silinishi, lagerlarga qamalishi va diniy erkinlikning qattiq cheklishiga qarshi tadbirlar ilinishining jiddiyligini ta'kidlagan. Amerika Xalqaro Diniy Erkinlik munbirining yig'ini Trumpning birinchi qitimliq prezidentlik davrida boshlangan. Bu navbat Davlat Majlisida o'tkazilgan Xalqaro Diniy Erkinlik Yumulaq Üstəli yig'ini Trumpning bu yil 20 yanvar ikkinchi qitim vazifaga o'tirishining orqasida chaqirilgan. Ma'lum bo'lishicha, bu qitimliq Yumulaq Üstəli yig'ini xalqlik qonuniy nuqtalar va muhim siyosiy tavsiyalarni berishga markazlashadi ekan. Hörmətli radio dinləyicilər, Erkin Asiya Radiosu Uyğurca bölümünün səyşənbə günlük anlatışı davam qılmaqda. Tönde diqqətinizə təfsili xəbərlər səhifəmiz boyunca anlatış berimiz. Bu anlatışımızda öz və ixtiyari müxbirlərimiz tayarlagan mühim uçurlar diqqətinizdə boladı. Hörmətli radio dinləyicilər, tönde diqqətinizə təfsili xəbərlər səhifəmizin to'liq məzmunlarında bolsun. Amerika Kengash Palatası Tashqi ishlar komiteti 30 yanvar guvohlik yig'ini o'tkazib, Xitoyning Amerikadagi yomon g'arazlik ta'siri va uningga qarshi qanday tadbirlarni qo'llanish masalasini muzokara qilgan. Yig'inda mutaxassislarning bildirishicha, navbatda Xitoyning Markaziy Birlik Saf bo'limi Amerikadagi ommaviy qurilmalarning negizlik funksiyalariga buzg'unchilik qilayotgan bo'lib, buningga qarshi jiddiy tadbirlarni elish zarur bo'lmoqda ekan. Tanda buning tafsilotini o'z muxbirimiz Erkindan anglaysizlar. Kishilik huquqni kuzatish tashkiloti 3 fevral kuni Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qaratgan sayohat cheklamasi haqida doklad e'lon qilib, Xitoyning Uyg'urlarning chet elga chiqishi yoki chet ellik Uyg'urlarning yurtini ziyorat qilishiga cheklik ravishda yo'l qo'yish orqali Uyg'ur elidagi vaziyat go'yo normaldek bir ommaviy ko'rinish paydo qilmoqchi bo'lganligini bildirgan. Xitoy hukumati 2017 yil boshlangan cho'ng tutqunning oldida rayondagi barliq Uyg'urlarning pasportini yig'ib olib, cho'ng tutqunda chet el bilan aloqalashgan Uyg'urlarni tutqun qilgan bo'lsa-mu, yaqindan beri ba'zi Uyg'urlarning qattiq cheklamalar ostida chet elga chiqishi yoki chet eldagi ba'zi Uyg'urlarning bir qator shartlar ostida
Uyg'ur elida ziyoratda bo'lishiga yo'l qo'yishga boshlagan. Doklad qayd qilinishicha, Xitoy hukumatining sayohat cheklamasi ba'zi Uyg'urlarning chet elga chiqib, shuningdek chet eldagi ba'zi Uyg'urlarning Uyg'ur eliga berib, necha yillardan beri xabarini ololmagan oila a'zolari bilan jam bo'lishiga qisman yo'l qo'ygan bo'lsa-mu, ammo Xitoy hukumati sayohat cheklamasini davomli Xinjiang va chet eldagi Uyg'urlarni bostirish uchun ishlatmoqda ekan. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining mazkur dokladni tayyorlagan Xitoy ishlari tadqiqotchisi Yalqin Uloyul Xitoyning Uyg'urlar qaratgan sayohat kontroli uning chegara hal qilgan bostirishining bir namoyandasi ekanligini ta'kidlamoqda. Yalqin Uloyul 3 fevral bu vaqtdagi maxsus ziyoratimizni qabul qilganda Xitoy hukumatining bu orqali ikki turlik maqsadga yetmoqchi bo'layotganligini bildirdi. Bu yerda ikki turlik masala o'tirib chiqdi. Birinchisi Xitoy hukumati o'zining rayonda ilib bağlan insanlığa karşı cinayetlerini yushirish, hatta bunu aqlash niyetini bizga ko'rsatib berdi. Xuddi bizning vatandagi xalq normal yashayotgandek bir kayfiyat paydo qilishni o'ylashdi. Faqat bir turkumdagi Uyg'urlarni bu imtiyozga ega qilyotdi. Yalqin Ulu yo'lning ilgari surishicha Xitoy sayohat kontroli orqali yana muhojiratga Uyg'urlarni parchalash, ularda ishonchsizlik paydo qilishni maqsad qilmoqda ekan. İkincisi bo'lsa, muhojiratdagi Uyg'urlarning ichida bir ishonchsizlik o'ttirg'a chiqadi deb qarasak bo'ldi. Ya'ni masalan 7-8 yilning yoqi oilasi bilan xabari yo'q, balkim bir umid o'yliklar bilan ko'rishilishi mumkin. Deydigandek bir umidni paydo qilib nurg'un Uyg'urlarda o'zlarining siyosiy jihatdan aktivchanligini yo'qotib qo'yishiga, hatto siyosiy bo'lmagan Uyg'urlar o'sha bolalarini Uyg'urcha maktabga berish bo'lsin yoki bir to'y kun nazar chiroqqa berish bo'lsin, boshqa Uyg'urlar bo'lgan ashalardanmi o'zini qochirgan bir kayfiyat shakllanib qelyapti. Bu biz deb aytadigan transnational repression, ya'ni Xitoyning bu bostirish siyosatining chegarasidan hal qilganligining yana bir namoyandasi deb qarasak bo'ladi. Xitoy Uyg'urlarning sayohat qilishidagi ig'ir cheklama mavzuliq doklad qayd qilinishicha, ular bu dokladni tayyorlashda Xitoyning sirtida yashaydigan 23 Uyg'urni ziyorat qilgan. Shundaqla Xitoyning buningga aloqador hukumat hujjatlarini ko'rib chiqqan. Dokladda ba'zi Uyg'urlarning Xinjiangni ziyorat qilishiga yo'l qo'yilsa-mu, ammo ularga qattiq tekshirish ilib berilganligi, chet ellardagi Xitoy diplomatik organlarining tekshirishiga 6 oygacha vaqt ketadiganligi, ba'zi Uyg'urlar Xitoyga viza talab qilinmaydigan davlatlarning grajdani bo'lsa-mu, ammo ularning oilasi turishlik o'rnidagi ma'li komiteti va soqchixonlarning ruxsatini olishi talab qilinadiganligi bildirilgan. Doklad qayd qilinishicha, Xitoy hukumati siyosat bilan munosabatsiz bo'lsa-mu, ammo chet ellardagi farzandlarini Uyg'ur ona til maktablariga bergan yoki Uyg'ur faoliyatchilar qatnashgan to'y-to'kunlarga borgan Uyg'urlarning viza iltimosini rad qilmoqda ekan. Dokladda chet elni ziyorat qilmoqchi bo'lgan Uyg'urlarga qattiq belgilama ham shartlarning qo'yilganligi, ularning chet eldagi sayohat plani, chet eldagi oila a'zolarining taklifnomasi, shaxsiy uchuri, adresi, xizmat ahvoli va boshqa materiallarni ta'minlashi, shundaqli kapolatchi talab qilinganligi, ularning chet eldagi faoliyati, turishlik vaqti qatorliqlarga qattiq belgilamalarining qo'yilganligi bildirilgan. Doklad qayd qilinishicha, doiralar chet elga ziyoratga chiqqan Uyg'urlarning qaytib kelishiga kapolat qilish uchun ularning oila a'zolarini go'raga tutib oladi ekan. Uningga xiloflik qiluvchilar bo'lsa, kapolatchisi yoki oila a'zolari jazolanish xavfiga duchor bo'ladi ekan. Halbuki kishilik huquq tashkilotining Xitoy ishlari muavin direktori Maya Wangning ta'kidlashicha, bu doklad Xitoy hukumatining Uyg'ur rayoniga oid bayonlarni kontrol qilish uchun qanchalik tirishayotganligini ko'rsatib bermoqda. I think it reflects how Maya Wang 3 fevral bu vaqtdagi maxsus ziyoratimizni qabul qilganda bunday dedi. Meningcha bu doklad 2017-yilda dunyoning diqqati Uyg'ur rayoniga buralgandan beri Xitoy hukumatining Uyg'ur rayoniga munosabatli bayonlarni kontrol qilish uchun qanchalik tirishayotganligini namoyon qiladi. Maya Wangning qayd qilishicha, bu yana ko'p xil krizisga patgan hozirgi dunyoda Xitoyning Xinjiang vaziyatiga doir bayonlarga raqobat e'lon qilishning texmo mushkullashayotganligini ko'rsatmoqda ekan.
Mayavang Uyg'urlarga munosabat uchurlarning intayin cheklik bo'lishi, Xitoyning Uyg'ur rayonida sodir qilayotgan qilmishlarga qarshi turayotgan har xil omillarni bartaraf qilishiga yuchiq yaratib berganligini bildiradi. Then naturally, it allows the Chinese government to censor, manipulate, twist the narrative. Shunlashqa bu Xitoy hukumatining bu jihatdagi bayonlarini senzurlash, monopol qilish va burmilishiga imkoniyat yaratib, uning Xinjiang rayonida sodir qilayotgan qilmishlarga qarshi chiqqan har qanday o'qituvchilikni ahamiyatsizlashtirmoqda. Mayavangning qarashicha, Xitoy hukumatining Uyg'ur rayonida bir tarafdan insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilib, yana bir tarafdan o'z qilmishini yepishi intayin futuqliq bo'lmoqda ekan. The Chinese government has essentially very successfully kind of neutralized all Mayavang that. bunday deydi. Xitoy hukumati bir tarafdan insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilishda ig'ir kishilik huquq dafsandichiligi sodir qilib, ondan buningga qartilgan har xil tanqidlarni futuqliq ravishda neytrallashtirish, buni normallashtirish uchun qattiq tirishyapti. Uning Xinjiangga tutgan siyosati va dunyoning inkosiga tutgan muomalasiga qarasangiz, men uning javobgarlikdan intayin utuqliq kechayotganligini ayta olmayman. Halbuki tadqiqotchi Yalqin Uluyil bu doklad Xitoy hukumatining yaqindan beri Uyg'urlarga tutgan muomalasini yepish yoki oqlash maqsadida yo'lga qo'ygan siyosatlarini chiqish nuqtasi qilganligini bildirmoqda. Bu yerdagi berish qilishlarning qanday vaziyatda yuz berayotganligini, qanday cheklimlarga uchrayotganligini yoritib berish maqsadida dokladni tayyorladik. Yalqin Uluyilning qayd qilishicha, bu siyosatlarning turtkisida yuz berayotgan Uyg'urlarning vatanga kirishi yoki chiqishi hammaylanda bir savol paydo qilmoqda ekan. Yaqinqi mezgilda insonlarning kirib chiqayotganlik masalasi hammalarning qalbida bir savol ishorati paydo qildi. Qanday odamlar kirib chiqyapti? Qanday shartlar ostida kirib chiqyapti? Bu Uyg'urlar kirib chiqishda cheklimlarga uchrayotganmi yo'q degandek savollar bor. Bu savollarga javob tepish uchun bu dokladni ishlashni qaror qilgan edik. Dokladda qayd qilinishicha, Xitoy hukumati tijorat bilan chet elga chiqmoqchi bo'lgan Uyg'urlarning Qozog'istonga o'xshash davlatlarga chiqishiga yo'l qo'ysimi, ammo Turkiyaga o'xshash noposining ko'p qismi musulmon nozik davlatlarga chiqishini cheklamoqda ekan. Doklad yana Xitoyning chet ellarida turishlik diplomatik organlarining muhojiratdagi ba'zi Uyg'urlarni Xinjiang birlik bo'limining tashkillik Xinjiang sayohat turlariga qatnashishga chaqirganligi. Bu turga qatnashgan Uyg'urlarning Xitoy kimlik kartasi, pasporti, Uyg'ur elidagi adresini ta'minlash talab qilinganligi. Lekin ularning tizimlik Uyg'ur elidagi yerlik saqchixona, jamoat xavfsizlik idorasi, terrorlikqa qarshi turish tarmoqlariga va mahalliy komitetlarga vatilib tasdiqlashga erishgan shaxslarning bu turlarga qatnasha oladiganligi ilgari surilgan. Dokladda mundaq deyilgan. Xitoy hukumati bu xil kontrollik ziyorat va sayohatlar orqali muhojiratga Uyg'urlarni kontrol qilishni davomlashtirmoqda. Bu kishilardan ba'zilar buningga sukut qilmoqda yoki Uyg'urlarning faoliyatlaridan o'zini qochirmoqda. Hatto oilasi bilan bo'lgan aloqasini asliga keltirish, rayonni ziyorat qilish uchun bo'lsa-mu, Uyg'urlarning madaniyat faoliyatlariga qatnashishdan hazar aylamoqda. Amerikadagi Kundalik xabarlar fondi e'lon qilgan tekshirish dokladidan ma'lum bo'lishicha, Amerikadagi bir qism Xitoy ijtimoiy tashkilotlari Xitoy Kompartiyasi bilan hamkorlashib turib, Amerika tuproqlarida Xitoyning yer osti sud mahkamalarini qurgan. Garchi bular Amerikadagi Xitoy ko'chmanlari uchun mulozimat qildi deyilgan bo'lsa-mu, ammo ularning Xitoy istixborot xodimlari va jamoat xavfsizlik xodimlari bilan bog'lanish ekanligi oshkorlangan. Dehqonlar tövəndə muxbirimiz Mihribonning bu vaqtdagi programmasida bo'lg'ay. Bundan 2 yil ilgari, ya'ni 2023-yili 4-oyning 18-kuni New York vaqti gazetida Xitoy hukumatining Amerikada va boshqa g'arb davlatlarida qurgan nurg'unlagan qonunsiz saqchi punktlari oshkorlanib, zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan edi. Albuki 2025-yili kirishi bilan Amerikada Xitoyning yer osti sud mahkamalari borligi o'tirib chiqqan. Amerikadagi Kundalik xabarlar fondining 29-yanvar e'lon qilgan tekshirish dokladida deyilishicha, bu yer osti sud mahkamalari Xitoy birlik bo'limining tashkillashida Amerikada qurilgan atalmış Xitoy muhojirlar tashkilotlari, ya'ni yurtdoshlar jamiyati, savdogarlar jamiyati qatorliq tashkilotlar qaramog'ida qurilgan bo'lib, bularning Xitoy Kompartiyasining istixborot va qonun organlari bilan bevosita bog'lanishlik bo'lishi Amerikadagi hukumat xodimlari va vaziyat analizchilarining jiddiy diqqatini qo'zg'agan ham andishiga solgan. Amerika Davlat Majlis qaramog'idagi Amerika-Xitoy strategik raqobat favqulodda komitetining raisi John Molina
Күнділік Xabarlar Fondi muxbirining ziyoratini qabul qilganda, bu qilmishni ayblab, Xitoy hukumatining Xitoy Kompartiyasining Birlik hisob bo'limining tor orqali boshqaruvchi qonun sistemasini Amerika tuprug'ida yurgizish urinishi Amerikaning egilik huquqi va qonunning roli qilingan qabul qilg'ili bo'lmaydigan hujumdir degan. Xabarda deyilishicha, Күнділік Xabarlar Fondining bir necha oylik tekshirish natijasida ma'lum bo'lishicha, bu qonunsiz sud mahkamalari Amerikaning Kaliforniya, Washington alayida rayoni, New York, Hawaii shtati qatorliq joylarda qurilgan Xitoyning Jojiangliq yurtdoshlar jamiyati, Wenjuliq yurtdoshlar jamiyati, Fujianlik yurtdoshlar jamiyati, Xitoy savdogarlar jamiyati nomlaridagi qonunsiz tashkilotlar qaramog'ida ta'sis qilingan bo'lib, ularning Xitoydagi qonun ijrochilari bilan internet va el-xat aloqasi borligi ma'lum bo'lgan. Gerçi Xitoyning Birlik hisob bo'limiga qarashli Amerikadagi Xitoy tashkilotlari bu sud mahkamalarining Amerikadagi Xitoy fuqarolarining shopurlik pravosini, ya'ni shopurlik kinishkisini yengilash, Xitoy ko'chmalarining nikohdan ajrish rasmiyatlarini osonlashtirish qatorliq kundilik turmushdagi masalalarni bartaraf qilganligini bildirgan bo'lsa-mu, ammo Amerikadagi qonun xodimlari va vaziyat analizchilarining bildirishicha, Xitoyning Amerikadagi mazkur yer osti sud mahkamalari zo'rliq vositalarini qo'llanib, Amerika qatorliq davlatlardagi Xitoy Kompartiyasiga qarshi o'qituvchilarni bostirish va Xitoy Kompartiyasining chet ellardagi ta'sirini kuchaytirish rolini o'ynaydi ekan. Chicago Universitetining takliflik professori, kishilik huquq advokati Tingbyoning qarashicha, Amerikada oshkorlangan Xitoyning yer osti sud mahkamalari Amerikaning qonunini og'ir darajada buzib qolmasdan, balki Amerika davlati va kishilik huquq faoliyatchilari uchunmi zo'r tahdid ekan. 中国当局在美国成立和运行这样的法庭，是对美国主权的明显的侵犯，也对在美国的异议人士构成了严重的威胁。 Xitoy doiralarining Amerikada bu xil sud mahkamalarini qurishi va uni ishga kirishtirishi Amerikaning qonuniy tuzilmasiga og'ir darajada buzg'unchilik qilganlik. Bu yana Amerikadagi haqqoniyatni qo'g'dish kishilar uchun og'ir tahdid bo'ladi. Oshkorlanishicha, bu sud mahkamalari ba'zi tekshirishlarda bo'lish, kishilarning shaxsiy uchurlarini qonunsiz to'plash, kishilarning piyag'i tushish, tahdid silish qatorliq faoliyatlarda bo'ldi ekan. Ular yana bir qism o'qituvchilarni Xitoyga qaytarib ketish qilmishlaridan bo'ldi ekan. Bularning hammasi Amerikaning asos qonuni va qonun belgilamalariga qilingan og'ir darajadagi buzg'unchilik qilmishlari. Күнділік Xabarlar Fondining xabarida deyilishicha, texmi xatarlik bo'lg'ini Xitoyning Amerikadagi atalmish yurtdoshlar jamiyati, savdogarlar jamiyati nomida qurilgan qonunsiz tashkilotlari va ularning qaramog'idagi yer osti sud mahkamalarining hammasi degudek, Xitoy davlati ichidagi istixborot organlari va birlik hisob xodimlari, hatto jamoat xavfsizlik organlari xodimlari bilan qaranlik uchrashib turdi ekan. Tekshirish dokladida aytilishicha, Amerikadagi bu tashkilotlar Xitoyning davlat ichidagi hukumat organlari bilan el-xat va telefon aloqasi bo'lgandan boshqa choy yig'ilishi yoki choy suhbati qatorliq nomlarda qaranlik yig'ilishlarni o'tkazib, bir qism tashkilot boshliqlari va yer osti sud mahkamasining xodimlari Xitoyning jamoat xavfsizlik organlari bilan birlikda chet ellarda turib qolgan Xitoy hukumat xodimlarini zo'rliq vositalari orqali Xitoyga qaytarib ketish haqida muzokaralarda bo'lgan ekan. Tingbyo apandi yana bu qitim bayqalgan Xitoyning yer osti sud mahkamalarining ilgari chet ellarda bayqalgan Xitoyning saqchi punktlariga o'xshashla Xitoyning qonun organlari va istixborot organlari bilan bevosita bog'lanishlik ekanligini ta'kidladi. 有的是以这个商会或者是同乡会的名义来从事一些非法的活动和犯罪的活动。那他们和统战部门 Ularning ba'zilari yurtdoshlar jamiyati nomida, ba'zilari savdogarlar jamiyati nomida qonunsiz qilmishlar bilan shug'ullanmoqda. Ularning hammasining degudek Xitoyning birlik hisob bo'limi va istixborot organlari bilan quyuq aloqasi bor. Bu yerosti sud mahkamalarining ilgari oshkorlangan chet eldagi qonunsiz saqchi punktlari bilanmi quyuq aloqasi bor bo'lib, xarakter jihatdan ular hammasi o'xshash. Amerikadagi Uyg'ur faoliyatchilardan
Xitoy vaziyati analistisi Elshad Hasan apandimi ziyoratimizni qabul qilib, Xitoyning Amerikada oshkorlangan yer osti sud mahkamalarini Amerikaning qonun sohasiga qilingan oshkor tajovuzchilik deb ko'rsatdi. Bu ochiq oshkora Xitoyninki, Amerikaninki vaqtida qonun sohasiga qilingan bir tajovuzchilik, dafsandichilik. Chunki Amerikaning qonuni bor. Bu zaminda yuz berilgan har qanday ish, hattoki chet el shirkatlari bilan bo'lgan jidal olamda, talashlar olamda hammasi Amerikaning qonuni uchun menishi lozim. Ammo Xitoy bu yerda maxfiy Xitoyninki vakolatchilar qilib, bu yerda sud ichish, Xitoyning qonuni bo'yicha Amerikada yashayotgan, mayli u Amerika fuqarosi bo'lsin yoki Xitoy fuqarosi, ammo Amerikada yashayotganlarni majburlab bunga bo'ysundirish, bu xalqaro qonuniy davlat egiligi hammasiga qilingan tajovuzchilik, dafsandichilik. Elshad Hasan apandi yana Xitoyning Amerikada og'ir tahdid paydo qilayotgan atalmish yurtdoshlar jamiyati, savdogarlar jamiyati qaramog'ida qurilgan yer osti sud mahkamalari qatorliq bu xil qonunsiz tashkilotlar qarta Amerika hukumatining o'z qonuni bo'yicha qattiq tadbir qo'llanish kerakligini bildirdi. Saqchi funksiyalar emas, hozir hatto sudning ijro qilinishi bu demak Amerikani nayt cho'chitadigan, uyg'otadigan bir dokladlar bu. Amerika hukumati uyg'onishi lozim, buni bilishi lozim. Sizdan bir chora qo'llanib, bu xil Amerikaning qonuniy sistemasini, davlatninki hurmatini, egilik huquqini dafsanda qiladigan bundan xiloflik ishlarni yeb berishni oldini olish kerak. Bu tashkilotlarni surish qilish kerak. Xitoyga moslashgan shaxslarni sudlab, ularni jazolash kerak. Elshad Hasan apandi yana bu xil tashkilotlarning Amerikadagi Xitoy kompartiyasi hokimiyatiga qarshi o'qituvchilar va Xitoy fuqarolariga tahdid selib qolmasdan, balki Amerikadagi Uyg'urlarga og'ir besim va tahdidlar ilib kelayotganligini ogohlantirdi. Hamda Uyg'urlarni buna uchirdimi? Menimcha uchirganlar bor. Bu Amerikalılar bo'lib qolgan emas. Menimcha mayli Turkiyada bo'lsin, mayli Yevropada, jiq davlatlarda bu saqchi punktimi, masalan Fransiyada oshkorlandi, Gollandiyada oshkorlandi. Demak, bu yerlarda o'xshashlar, balkim sotlarim bo'lishi mumkin. Bu yerda Amerikada gerçi Uyg'urlarga cheklamagan bo'lsa, farzimiz, ama Yevropada, Turkiyalarda Xitoyning jasuslari, Xitoyning odamlari o'chqashkara sabr bug'roq o'xshashlar qilyapti. Shuning uchun shu qonunni shu yerda yurgizayotgan bo'lishi ehtimoli cho'ng. Ham Amerikaga kelsakmi, necha yilning oldida masalan San Fransiskodagi Xitoy elchixonasiga kirib chiqqan Uyg'urlar boshqa Uyg'urlarga tahdid qilib, sen Washingtondagi Uyg'urlarga aralashsang, tashkilotlarga aralashsang, vatandagi urug' tuqqanlaringga avorchilik bo'ladi. O'shalar hammasi shuning bir qismi. Shuning uchun Uyg'urlarmi bu tahdidlardan bakijroq emas. Balkim biz bilmaymiz, Uyg'urning ishida ularningki bu shu tahdidlar bo'lishi mumkin. Programmani Mehribon tayyorladi. Anlayotganını Uyghur tilidagi erkin axborot munbiri Erkin Asiya radiosi. Muxbirimizning telefon ziyoratlari davomida Xitoy doiralarining yaqinqi 5-6 yildan buyon Uchturpan noyasidagi dehqonlarga majburiy holda pomidor teritayotganligi va mahsulotini Uchturpanning sirtiga olib chiqib setishiga yo'l qo'ymayotganligi oshkorlandi. Tanda muxbirimiz Shuhrat Oshurning bu vaqtda tayyorlagan programmasi diqqatingizda bo'ladi. Aqsu Uchturpan qarta telefon ziyoratlarimiz davomida telefonimizni tasadduqiy qabul qilgan, ammo o'zini oshkorlashni xohlamagan bir xodim navbatdagi vaziyat haqida fikr bayon qilib, Uchturpan dehqonlarining yaqinqi yillarda ochliqni ko'p termaydigan, uning o'rniga ko'ktatni bo'libmi pomidorni ko'plab teradigan bo'lganligini tilga oldi. Dehqonlarning ko'ktat ishlab chiqarishdan foydalanolmayotganligi va davomli qaqshayotganligini tilga olgan bu xodim, ammo dehqonlarning qaqshab turib, yana nima uchun takror pomidor teradiganligidan xabarsizligini aytdi. Biz bu fikirga asosan Uchturpanda teriqchilik qurilmasining nima uchun ko'ktatga markazlashganligi haqida aloqador xodimlardan ma'lumot so'rdik. Bu yil shu silniki bu ko'ktat teradigan bo'lib, pomidor teradigan ayronligi ko'lami qanchalik qiladi? O'sha 2025 da.
Hozircha endi 2 minglarda o'xshaydi. Avvaliga bir tutash qitla ejma qilgan. Burundan bu ko'ktat terib kelayotgan yalmi shu pamdir terilayotgan. Ya terib qo'yganlar, o'yga qo'noq o'g'day terilayotgan yerlar. Bu yerga sizlarni boshqa bir narsani terishni o'zangligi qulay bo'lgan bozorda oqadigan bir ziroatlarni terishga buni o'ylashga bo'lmaydi. Kanat rahbarlari bilan sifatlanlar bilan sizlar buni bekitaman dekansizlar. Yerlar muqimlashib endi arsa sayqilishlar deydi. Buğday qo'noq tegisanglar bo'lmaydi dehqonlarni o'zlari yaxshi ko'rdi. Ham tajribasim bor. Ya qo'noq terish bo'lmaydi o'xshaydi. Ba'zi xodimlar ko'ktat terilsa ishlab chiqarishning bir qism chiqimlari, jumladan parnak, uruq va o'g'it chiqimlari uchun bankadan qarz berilganligini tilga olsa, yana ba'zilar mahsulotlarning noyillik hukumat tarmoqidagi shirkatlar tarafidan bir tutash sotilinganligi buning yezdagi dehqonlar uchun qulaylik bir ahvol ekanligini ilgari surdi. Ammo telefonimizni qabul qilgan Shturpanning Aqto'qay yesidagi bir kanat soqchisi partiya va hukumatning yezlar qaratgan siyosatining atalmış yaxshi ekanligi ammo bir uchun kishilarning bu afzallikni bilmasdan ba'zi kanat kadrlari ba'zi shirkat xodimlari bilan jidal qilganligini tilga oldi. Bu jidallarning sabablariga izoh berish davomida Shturpanda aholilarning 5-6 yildan buyon pomidor terishga majburlanganligini oshkorildi. Siz shu anda jidallarni bir taraf qilish jarayonida, so'roq jarayonlarida his qilishingizcha, mush jidallarning tuymayotgan jidallarning sababi nima? Bizning maliga 2 yilda bir qator bir yil boshqa terishlar, bir yil shu maxsus shug'ul terishdi. Mecbur shug'ul terishdi. Arigimda, yuzgimda bir program bilan terishlar ya foyda qilib ilmajratdi. Shug'ul terishdi. U yana mazkur jidallarning sabablari haqidagi izohatida dehqonlar bilan nayidagi ma'lum bir sho'xli zavod orasida setish to'xtam borligi Bu zavodning aldigan bahasi hamda normal bozordan to'yanmi, yuqormi? Bahasdan, mashg'ulotlarimizda. Yalg'iz silning yuzda yoki bo'layotgan bo'lmaydi, Buning qancha yil bo'ldi bunaqa majburlayotgani? Buningga 5 yil bo'ldi. Hozir yana haq teryaptimda, bundan misal pasaydim. Teryapsiz? Ba'zida pomidorlarning vaqtida setib olinmaydiganligi, natijada pomidorlarning etizda yoki ambarda sesib ketib qolganligini Şu jidal maydonlariga bağlı vaqtingizda ko'rganlaringiz nima? Shu naq maydonda darhol ko'zingizga chiliqadigan nima ko'pincha? Bu pomidorga sho'xli deganimiz. Ha, pomidor. Buning bilan dehqonlarning ansizligi kuchayib, jidal chiqarganligini bayon qildi. Onunla tuşlangan, dağıtığa, yetkinlikle kadırlar tutuğa, hadi afamesya şoğulda bunu teyittirdiler. Bunda privat ama yok eksiklerden ben daha kapıp üçüncüde atağızmay. Sonra o kadırlığa dikhalandın, çıkma o. Bu kaçan bağacağız, petkeş. Üçüncüde işte. Çıkma şu, kocan konuşuyordu bu gayet. Onun bayalarda ma'lum bo'lishicha, dehqonlar pomidorlarni ba'zi bugur qatorliq joylardagi bozorlarga olib setishni orzu qildi ekan. Onunla bunda bugurga ama bugurmayga mashinancha, ko'rinib bugurmayga olib, qo'ydingda Poşu aşağı gittiler, yüksektir. Naya donşin adamlar sıkıldı, kim koymadım. Hemen ücretse... Sizlarmi saqchilar to'smasanlar, kanat kadrlarimi to'smasa, shu dehqonlar o'zlari ash ko'rliq olib satsa qanchaga sotur? Baho farqi qanchalik? Ko'rliq olsa, mashina yetishdi, shu 2 paylik qildi. Ammo Shturpandagi doiralar buningga ruxsat qilmaydi ekan. Lekin uni aldash, bağlamadan qo'yayotgan da, shug'ul ulgurib ish qilsa, bağlada bo'lmasa, bağlamaydi zaten. Shug'ulga ehtiyoj chiqqanda, ana shug'ul kerakmaydi. Ana bir narsa olmaydi. Mazkur xodim Shturpandagi bu zavodning aniq va to'liq ismini deb bermadi. Siz davatgan shu sho'xli zavodning asli ismi nima? Bu to'liq ismi nima? Vivski ismli ismi. Tor arxivlaridagi uchurlardan ma'lum bo'lishicha, Shturpanning Aqto'qay yezisida Shturpan meva va ko'ktat mahsulotlari zavodi nomida bir zavod bor bo'lib, bu zavod Xitoydagi Zhongliang meva ko'ktat mahsulotlari shirkati nomidagi cho'ng bir xalqaro shirkatga tavba ekan. Aqto'qay yezlik hukumatdan telefonimizni qabul qilgan, ammo o'zini oshkorlashni xohlamagan bir xodim Aqto'qay yezida birli sho'xli zavodi borligi, uning rasmiy nomini Shturpan meva va ko'ktat mahsulotlari zavodi ekanligi, bu zavodning asosligi pomidor qiyomi ishlab chiqarganligini dalilladi.
Hürmetli radio anlaşılar. Yakında Amerika'daki komünizm kurbanları hatırı sarayının tadqiqatçısı Andrin Zanizapandi e'lon qilgan bir dokladda Uyghur elidagi majburiy emgakdan foydalanayotgan xalqarodagi tonilgan markalik yemak-ichmak mahsulotlari orasida pomidor qiyomi nomi borligi tilga ilingan. Yangi Zelandiyadagi Staff gazetimi Yangi Zelandiyadagi jonliq pomidor qiyomi Heniz Vattinami Uyghur majburiy emgak mahsulotlaridan foydalanayotganligini xabar qildi. Hürmetli radio anlıqçılar, 1997 yılı 2. ayda yüz bergen 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 28 yılı xatır günü yetib kelayotgan mezgilde bu günde hayotidan ayrilganlarni xatirlash ve bu qirg'inchilikqa sabab bo'lgan Xitoy hukumatining javobgarligini talab qilish maqsadida dunyoning har qaysi joylarida turli faoliyat va namoyishlar o'tkazilmoqda. Shundaq faoliyatlarning biri Qozog'istonning Almuta shahrida 3 fevral kuni o'tkazilgan bo'lib, uningga Almuta atrofidagi Uyg'ur jamoati qatnashgan. Yig'inda ko'plagan jamoat arboblari so'z qilgan. Tunda bu yig'ilish haqidagi tafsiliy uchurni Qozog'istondagi ixtiyoriy muxbirimiz O'yg'andan anglaysizlar. 3 fevral günü Almuta'nın Ahbolaq restoranında 1997 yılı yüz bergen 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 28 yıllıqıga bag'ishlangan xatirlash murosimi o'tkazildi. Murosimni Dünya Uyg'ur qurultiyining Qozog'istondagi vakillari uyushtirdi. Xatirlash murosimiga riyosatchilik qilgan Dünya Uyg'ur qurultiyining a'zosi Rahim Mansurov mazkur yig'ilishning asosiy sababi va maqsadini tushuntirib o'tdi. U G'ulji vaqasini xatirlashga bag'ishlangan faoliyatlarning dunyoda har xil shakllarda o'tkazilib kelayotganligini, shu jumladan Qozog'istonda nazir shaklida uyushtirilayotganligini bildirdi. Azodlik va erkinlik uchun qurbon bo'lgan shahidlarga atab Qur'on tilovat qilingandan keyin Rahim Mansurov Qozog'istondagi Uyg'urlarning Uyg'ur davosini yurgizishga bir muncha sharoitlarning bor ekanligini ta'kidlab mundoq dedi. Ana vatan üçün uzun yıllardan beri vatan davasıdır yanatkan bizimki gençler kırdaşlarım, Kırdaş'tandaki Allah vatan salamettir, kılaştırdır. Her daimizde kalmayı, şurayla hukuk kanallarıyla öz işimizi etmezse onu sürünür olsaydı. Hem gözünüzü melum, hazır yaşarızda nurgulluğun özgürlükler dolaşırdım. Her türlü sözünüz, anılavatınız, dünya vakiyasını Soğanın hem de bir tutsakma, her bir çünkü seyreton, kahraman olacağım, her vakitte, her sayıda, özünün ki sıkar, kerek, hazırka vakti boğazkan siyasatlarını bizge sorgulsun tutan batırdım. Şundan keyin sözgü çıkan Dünya Uyghur Qurultiyining baş maslahatchisi, siyosatshunos Qahramon Xo'jaberdi G'ulji qirg'inchiligining kelib chiqish sabablari, uning tarixiy ahamiyati, dunyo vaziyati, bo'libmi Amerika, Rossiya va Xitoy mamlakatlari orasidagi munosabatlar, kommunist Xitoy hokimiyatining qirg'inchilik siyosatining bugunmi Uyg'ur elida davom qilayotganligi, Dünya Uyg'ur Qurultiyining keyingi vaqtlardagi faoliyati haqida tafsiliy doklad qildi. Qahramon Xo'jaberdi G'ulji vaqasining tarixiy ahamiyatini tushuntirib mundoq dedi. Birinchi, bu g'aflat uyquda yotgan millatning, Uyg'ur millatining ruhini sunmas irodasini namoyon qildi. Simbollik namoyon qildi bular. Simbol bo'ldi. Ve Uyghur milleti hiç kaçan bir şey yapmaydı olduğunu Mustafa Uşak kuraş kıldırıldı namayın kıldı. İkinci, G'ulji vakası tüm dünyadaki bir alalı insanlık teşkilatları onun için devlette kızıkış başlandı. Ve şartları başkanlarına panah veriş. Hayran kalsa ben şu sakçı tuttum diyen bölükni Amnesty International veriş arkalı yüzügen adamlar panah dikkadı. Uyghur cizranı oruçlu tercih konup evlerde bu İngilizce yüz karar aşağıda tutuşta bu bölük çıkandı. Tuncu kıtım Uyghur meselesi dünya çıkaldı sahneye. Almutada o'tgan G'ulji vaqasiga bag'ishlangan xatirlash murosimida so'zga chiqqan Dünya Uyg'ur Qurultiyi raisining o'rinbosari Erkin Ahmedov va Dünya Uyg'ur Qurultiyi mablag' fondi raisining o'rinbosari Tursunjon Saidov Qurultiy fondining bugungi ahvoli, rahbarlik, vakillik haqqi, Uyg'ur badal haqqi masalalari haqida o'z fikr takliflarini o'tirg'a qo'ydi. Radyomiz ziyoratini qabul qilgan Dünya Uyg'ur Qurultiyining vakili, Almuta viloyatining Qiziltog' yesining turg'uni Farmen Tayyip Efendi mundoq dedi. Bugungi faoliyatda xalqimizning beshiga tushgan ig'ir sinoqlar, shu jumladan G'ulji qirg'inchiligining saboqlari yana bir qitim anlatildi. G'ulji voqeasi yuz berib, mana 28 yil o'tsimi, xalqimizning ko'z yoshi tiqla qolmadi.
Barın, Olca, Ürümçi vakaları Uyghur halkının azadlıkka, erkinlikке bolgan tasnalığının, özlerinin insani hukuklarını qoğdaşqa bolgan intilisinin misali. Halkımızın kahramanlığının, çıdamlığının ilgisi dep hesaplayman. Bizning hozirgi vazifamiz mushu tarixlarni, mushu bajarlarni aholi orasida, bo'libmi yoshlarimiz orasida tasviq qilish deb o'ylayman. So'zga chiqqan, to'nilgan siyosatchi sunas, tarixchi qahramon aka Xo'jamberdi va boshqa sabdoshlarimiz bugungi xalqaro vaziyat Dünya Uyghur Qurultayı'nın qılvatqan işleri hem kelajakdagi vazifeleri Qozog'istondagi Uyg'urlarning oldida turgan vazifeler haqida urug'liq takliflarni berdim. Men bütün Uyg'ur xalqiga baxt saodat tilayman. G'ulji vaqasiga beg'ishlangan xotira murosimida so'zga chiqqan Dünya Uyg'ur Qurultayı'ning boshqa vakillari va mehmonlar Qozog'istondagi Uyg'urlarning ahvoli, Uyg'ur ommaviy tashkilotlarining faoliyati, birlik ittifoqlik haqida o'z fikrlarini bayon qildi. Ziyoratimizni qabul qilgan Dünya Uyg'ur Qurultayı'ning Almut viloyatining Uyg'ur nahiyasidagi vakili Saydalim Amutov apandi Qahramon Xo'jaberdining G'ulji vaqasi, dunyo vaziyati, Dünya Uyg'ur Qurultayı'ning faoliyati haqida haqqoniy va ta'sirli ma'lumot berganligini o'tirg'a qo'yib mundaq dedi. Hazırki vaziyatda Komünist Xi Jinping'ning bizning Uyg'urlarga, ya'ni shu Sharqiy Turkistonlik boshqa musulmon millatlarga qilayotgan tajovuzchiligi haddidan ishib ketmaganligini nayt cho'nqur tushundik. Nayt bir og'ir ahvolda qilayotgan xalqimizga jinimiz ichiydi. Xudo vatanimiz ozod bo'lishgan deyman. Bilgilishimizcha, muajiratda yashayotgan Uyg'urlar bilan bir qatorda Qozog'istondagi Uyg'urlarmi har yili Uyg'ur elida yuz bergan turli voqealarni xotirlab, o'zlarining hisdoshligini bildirib kelmoqda. Ular shuningdek Dünya Uyg'ur Qurultayini ma'naviy ham moddiy qo'llab-quvvatlamoqda. Hurmatli radio tinglovchilar, bu programmani Almutadan o'yga tayyorladi. Dünya Uyghur Qurultayı'nın sabiq raisi Dolqin Aysa Amerikaning Tahqiqlash axborotchilik nomli Tor jurnalida "Мәңгү qayta takrorlanmaydi" degan va'da bizni irqiy qirg'inchilikka duchor bo'lishdan saqlab qolamidi nomli bir maqola e'lon qilgan. Dolqin Aysa apandi bu maqoladagi muhim mazmunlar to'g'risida radiomizning ziyoratini qabul qildi. Tanda diqqatinglar ixtiyoriy muxbirimiz Akramning bu vaqtdagi programmasida bo'lg'ay. 3 fevral kuni Amerikaning Tahqiqlash axborotchiligi nomli Tor jurnali "Мәңгү qayta takrorlanmaydi" degan va'da bizni irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'lishdan saqlab qolamidi nomli bir maqola e'lon qilgan. Maqola mundaq boshlangan. Cho'ng qirg'inchilikning 80 yillik kuni Londonda o'tkazilgan xotirlash marosimida o'tmishdagi zo'ravonliklar eslab o'tilgan bo'lsin, biroq hali ham davomlashayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi nazardan soqit qilindi. Bu xil sukut yolg'iz beparvolikning emas, belki bir ogohlantirishning signalidir. Agar biz "Мәңгү qayta takrorlanmaydi" degan va'damizda chin turmoqchi bo'lsak, kunimizdagi zo'ravonliklarga sal qaramasligimiz kerak. Maqolaning davomidan bundoq mazmunlar o'rin olgan. 1945 yili 1-oyning 27-kuni Auschwitz-Birkenau jazo lageri ozod qilindi. Bu kun tarixning betlariga mangulik o'rnab ketdi. 2025 yil dunyoning har qaysi ellarida cho'ng qirg'inchilikning 80 yilligi xotirlandi. Bunun ichidagi muhim bo'lganlardan biri ishonch fondi jamiyatining tashkillashi bilan 27 yanvar Londonda o'tkazilgan xotirlash faoliyati edi. Mening bu faoliyatga qatnashishim shaxsan menga nisbatan Germaniya grajdani bo'lganligim uchun emas, balki bir Uyg'ur bo'lganligim uchun intayin chunqur ahamiyatga ega edi. Мәңгү qayta takrorlanmaydi degan va'da bizni irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'lishdan saqlab qolamidi nomli maqolaning avtori Dünya Uyg'ur Qurultayı'ning sobiq raisi Dolqin Aysa apandi bo'lib, uning mazkur maqolani yozishiga 27 yanvar Londonda o'tkazilgan cho'ng qirg'inchilikning 80 yilligini xotirlash marosimida kallasiga qattiq ta'sir qilgan bir omil bo'lgan. U maqolasida bu haqda mundaq bayon qilgan. Cho'ng qirg'inchilikdan omon qolganlar va ularning oila tabobatlari o'zlarining azob oqibatlari paydo qilgan jarohatlari va ayrilishning alamlarini ko'pchilik bilan o'rtoqlashib,
bu marosimning kayfiyatini yuqori bir pallaga ko'tardi. Kishining diqqatini alohida jalb qildigani shuki, dunyoning har qaysi joylarida yuz bergan irqiy qirg'inchiliklar, masalan, Bosniya-Hersegovina, Ruanda, Rohingya va Sudanda yuz bergan irqiy qirg'inchiliklar yana bir qatim tilga ilib o'tildi. Halbuki bu qadar umumyuzlik xotirlash marosimida faqat Uyg'ur irqiy qirg'inchiliklar nazardan tamoman saqit qilindi. 2025 yılı 1. ayının 27. günüsü Polşa'daki Yahudi ceza lagerinin azat boğallığının 80. yıllık münasebetiyle köp faaliyetler, konferanslar ötküzüldü. Tulqin Isa Efendi bugün yani 3. fevral günü ziyaretimizni kabul kılganda aldı bilen 27. yanvar London'da ötküzülgen şu haşametlik murasimda tarixda irqiy qirg'inchilik uchirgan hamma millat tilga ilingan bo'lsa-mu, Uyg'urlarning tilga ilinmaganligini eskartib o'tdi. Angliyada nayta aşametlik, nayta dağdığılık, tesirlik bir program oldu. Diye Angliya Han Cemiyeti ailesinin taxtı varisi Prenses William hanımı Angliya'nın baş ministerleri kip diye sözlüde şununla birge Holocaust'un hayat qalğan kamp şahitleri söz qildi va shuning bilan birga Bosniya qirg'inchiligiga oid so'zlar bo'lindi, Ravanda qirg'inchiligiga oid so'zlar bo'lindi, Sudandagi bo'layotgan qirg'inchilik masalasi o'tirib qo'yildi. Ammo bu nutqlarning hech birisida bugun jarayon qilayotgan Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi haqida bir kelima so'z qilinmadi. Uning bildirishicha, ilgari Londonda o'tkazilgan o'xshash mazmundagi marosimlarda Uyg'urlar masalasi tilga ilingan ekan. 2019 yılı ben tuncu kıtım teklifi binaen şu Holocaust'unu hatırlaş murasımı faaliyeti London'da teklif bilen bağır. O vaktimizde mi Anglia'nın padişahı Charles Kagan, hanım bilen Kagan, şu vaktdeki Anglia'nın baş ministeri Boris Mukilip iade nutuk sözleyen. Demek en yukarı derecelik devlet ve kraliyet ailesinin adamları kilip katlaşkan bir dağdığılık bir murasım boğan. O vaktta hiç kandak bir parlament Uygur sözünüzlüğünü kabul kılan emez ama Uygurlar buluvatkan Xitay'daki zulüm o iade gün tertiki kaygen ama onun dinki 2021. yılları 22. yılları 11 devletinin parlamenti bunu kabul kıldı. Amerika hükümeti kabul kıldı. Uygur Soti Xitay'nın Uygurlar ve buluvatkan kırgınçılığını erkek kırgınçılık insaniyet karşı cinayet dep yakın çıkardı, dokulatla ilan kılındı. Nurgulgan devlet parlamentlerden bu kırgınçılık kabul kılınan bir şaraitimizde bütün dünyadaki boğan ve yaki buluvatkan kırgınçılıkla tılgılanılan bir murasimda Uygur erkek kırgınçılığı hakkında hiç kandak bir sözden kılınmaslığı memnun ait ümitsizlendiydi. Tulqin Isa Efendi sözünün devamında Amerika ve ondan artık devlet Uygur erkek kırgınçılığını itiraf kılıp boğan bir zamanda London'da ötküzülgen mundaq bir murasimda Uygur erkek kırgınçılığının tilga ilinmaslıqdaki ko'ngilsizlikning mazkur maqolani yozishiga sababchi bo'lgan asosliq omil ekanligini ta'kidladi. Men bu maqolani yozishimni turtib olsa, dunyo buningdan 80 yil ilgari qayta takrorlanmaydi degan bir va'dani bergan, ammo bu va'da quruq bir va'da bo'lib, Holocaustning 80 yilida Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini unutib qolmasligi kerak edi degan nuqta nazar bilan bu maqolani e'lon qilib, buni organizasyon qilgan insonlarning diqqatiga va bugun irqiy qirg'inchilikqa ko'ngil bo'layotgan insonlikning, hukumatning, tashkilotlarning diqqatiga bu nuqtani taqdim qilish munosabati bilan bu maqolani yozdi. Dünya Uygur Qurultayı'nın Angliyadagi vakili Rahima Mahmud Xonimmi shu qadimgi murosimga qatnashgan bo'lib, murosimda Uyg'urlar masalasining tilga ilinmaganligining o'zining bek parishon bo'lganligini eskartdi. Hamda Tulqin Isa Efendining mangu qayta takrorlanmaydi degan va'da bizni irqiy qirg'inchilikqa duchor bo'lishdan saqlab qolamidi nomli maqolasi haqida o'z ta'sirotlarini bayon qilib o'tdi. Okudum ve yaxshi yazılıptı. Hakikaten bu yılki Yahudi çoğun kırgınçılıkını hatırlaş. Bunun da hakikatlam Uygur meselesi da Uygur diyen isim tilga ilinmedi. Hiç kandak birisinin nutqida sözlenmedi. Bulturqi çoğun kırgınçılık hatırısıga ben katnaşkan. Bultur fakat hükümetlerini tilga ağa vaqtida Xitay hükümeti mi insan haklarını depsende qıvatıdı degan aşınaq bir cümle bilan o'tib ketgan. Onun da ya Uyg'ur ya Tibet degan nima bo'lmagan faqatlam eshimizda Xitoy hukumati degan bir narsa tilga ilingan. Ammo bu yil qat'iy ilinmadi tilga. Uyg'ur deb ilinmadi.
Menimle qattiq g'azabim keldi. Bizni uyga alohida chaqirib, davlatlik bir shunaqa murosimga. Ammo bu murosimda 8 yilimizni beshimizdan o'tayotgan bu ig'ir kunlar xalqimizningki hozir ig'ir qirg'inchilik va majburiy emgakka har xil zulm dafsandichiliklarga uchrayotganini bu Angliya hukumati bilmaydi emas, biladi. Bilib turib buni tilga olmaganligi intayin bir afsuslanarli bir ahvol. Толқын Иса әпенди шу қадимқи жиынның ақырда ayni zamondagi jazo lageri shoidlaridan Manfred Goldberg qatorliq kishilar bilan uchrashib Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini anlatganligini va 95 yoshlik Manfred Goldberg bilan xotir suratga tushganligini eskartdi. Bu marosim jarayonida bu Holocaustni o'tkazgan Manfred Goldberg degan kishi bilan bizzat ko'rishib bugün Uyghur erkek kırgınçlığının devam etkenliğini sen bu 80 yıl yaşayan bu facianı bugün Uyghur halkının yaşavatkanlıklarını kılıp ben üzerinden anamның şu Xitay cezalarında ölgenliğini, kırındaşlarımın cezalarında boğanlığını ama bugün bu meselenin bir oturup koyumgallığı ait afsuslanganlıklarını oturup koydum yerde. Kadirli radyo anlıqçılar. Mengü kayıt tekrarlanmaydı degan va'da bizni erkiy qirg'inchilikqa duchor bo'lishdan saqlab qolamidi nomliq maqolani qisqacha mazmunini diqqatingizga sundiq. Germaniyda Akram anglatdi. Dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlarning 5 fevral G'ulji qirg'inchiligini xotirlash faoliyatlarining biri 2 fevral kuni Yaponiyada o'tkazilgan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi va ko'plagan Uyg'ur sayyor kishilarning qo'llashi bilan o'tkazilgan bu namoyish nihoyatda keng ko'lamli va ta'sirli bo'lgan. Tanda bu namoyish haqidagi tafsiliy uchurni Turkiyadagi ixtiyoriy muxbirimiz Erkin Tarimdan anglaysizlar. 2 fevral yani yekshanba kuni Yaponiya Uyg'ur jamiyatining uyushtirishi bilan 1997 yildagi 5 fevral G'ulji qirg'inchiligining 28 yilligini xotirlab norozilik namoyishi o'tkazilgan. 2 fevralda Tokioning eng obat rayoni bo'lgan Shinjuku rayonida Uyg'urlar bilan Uyg'urlarni qo'llovchi yaponlarning qatnashishi bilan elib berilgan bu namoyishning ta'siri ilgirki yillardagiga qaraganda alayda zo'r bo'lgan. Shu kuni Shinjuku rayonidagi minglagan yaponlar va sayohatchi chet elliklar Xitoyga qarshi bu namoyishni naq maydonda ko'rgan. Tashviqot varaqlarini olgan, namoyishchilarni suratga tortgan va videoga olgan. Bu faoliyatni uyushtirgan Yaponiya Uyg'ur jamiyatining idora heyet a'zosi Savutjon Mehmet Efendi telefon ziyoratimizni qabul qildi. U namoyishchilarning so'g'uq havoga qaramasdan jarangliq ovoz bilan Xitoyga qarshi shuarlarni to'plab, kishilarning zo'r diqqatini tortganligini bayon qildi. U mundaq dedi: Namoyishchilar Sharq Turkistonning ko'k bayrog'i, lozunka, plakatlarni ko'tarib, nihoyat jonliq, jarangliq ovoz bilan shuarlarni to'plab, Tokio hukumatninki oldi va Shinjuku bekatining oldi degandek mushaq muhim ko'chalarda mengib o'tdi. Masalan, tuvandikidek shuarlar to'landi. Xitoy hukumati G'ulji qirg'inchiligining mas'uliyatini ol. Biz G'ulji qirg'inchiligini mangu unutib qolmaymiz. Xitoy hukumati Uyg'ur qirg'inchilik, milliy qirg'inchilikni to'xtat. Xitoy hukumati majburiy emgakni to'xtat. Xinjiang emas, Sharq Turkiston, Uyg'urlarga erkinlik degandek shuarlar to'landi. Buningdan sirt yana Tailandda tutilib turgan muhojirlar to'g'risida Tailand hukumati Uyg'ur muhojirlarni Xitoyga majbur qaytarib o'tishni to'xtat. Uyg'ur muhojirlarga ozodlik, Uyg'ur muhojirlar erkinlikka chiqsin degandek shuarlar to'landi. Namoyish Tokioning eng obat tijorat va sayohat markazida o'tkazilgan bo'lg'achqa nurg'un kishilarning diqqatini tortgan. Savutjon Mehmet Efendi bu to'g'riliq ma'lumot berdi. U mundaq dedi: Ko'plagan yo'lovchilar bizningki namoyishni ko'rib, tezdan telefonlarini chiqarib, video tatgan, rasm tatganni ko'rdik. Shinjuku bekatining oldiga kelsak, cho'ng sayohat avtobuslarida jiq sayohatchilar kelibdi-ku, ko'pinchisi Xitoy sayohatchilarga. Bular bizning namoyishni ko'rib, nihoyat hayron qolgan bir holatda tezdan rasm tatib, video tatib qolganlarni ko'rdik. Yaponiyaning davlat televiziyasi NHK'ning muxbirlarim kelib bizni ziyorat qilgan bo'ldi. İgilişimizce G'ulji qirg'inchiligi bergili 28 yıl bo'lgan bo'lsa-mu, bu 28 yıl jarayonida Xitoy qurolliq saqchi kuchlari tarafidan etib o'ldirilgan, to'nglatib o'ldirilgan, ishtiqqa talatib o'ldirilgan va yoki uningdan keyingi
qara quyuq tutqun qilib g'oyib qilib etilgan kishilarning so'riqi va javobgarligi surishti qilmagan. Xitoy hukumati mundaq jazolashlarning bo'lganligini e'tirof qilmagan. Yaponiya Uyg'ur jamiyatining raisi Ahmad Litip Apandi naq maydonda turib ziyoratimizni qabul qilib, yillarning o'tishi bilan Xitoyning 5-fevral g'ulji qirg'inchiligini unutildirishga tirishayotganligini, Xitoydan buning hisobini so'rash va unutildirmaslik uchun bu norozilik namoyishi uyushtirganligini ta'kidlab mundaq dedi. Vaqtning uzrishiga, yillarning o'tishiga ergishib, mayli xalqaro jamiyatning bo'lsin, mayli Uyg'urlarimizning bo'lsin, bu g'ulji qirg'inchiligiga bo'lgan diqqat nazari, buningki jinoiy javobgarligini surishti qilish qizg'inligi, buningga norozilik bildirish qizg'inligi yildan yilga ko'lami kichiklab, qizg'inlik suslab ketayotgan bir reallik mavjud. Bu dal Xitoy orzu qiladigan bir ahvol. Ya'ni Xitoy bu g'ulji qirg'inchiligini butun insonlarning, dunyoning unutib ketishini orzu qiladi. Biz bu yilmi bu kunni unutildirmaslik, Xitoyninki bu vahshiylikni, bu jinoyatini dunyoga yana bir qatim eslatish, uningga qo'shib, hozir yuz berayotgan keng ko'lamlik irqiy qirg'inchilikni ham Tailandda Xitoyga majbur qaytarish xavfiga duch kelayotgan Uyg'urlarimizning ahvolini dunyoning samiga qayta bir selish, xalqaroninki bu Uyg'urlarga bo'lgan qo'llashini, yordamini yana bir qatim qo'lga keltirish maqsadida bu faoliyatni uyushtirdik. 5-fevral g'ulji qirg'inchiligi uzun yillardan buyon Dünya Uyg'ur qurultayining chaqirig'i bo'yicha dunyoning har qaysi joylarida har xil shaklda xotirlanmoqda. Bu programmani Turkiyaning poytaxti Anqarada